O'sha sizga hech kim aytmaydigan narsalar. Yana bugun assalomu alaykum hammaga. Bugun asosan Instagramga soat nechida video qo'yish kerak, yo qaysi vaqtda qo'ysam ko'tariladi, yo nima yozishim kerak tagiga, nimalar qilishim kerak, videoni qanday joylashtirishim kerak. To'g'risi, bu narsalar hammasini to'g'rilab ko'rsataman desam vaqt ancha bo'lib ketyapti. Hammayam oxirigacha ko'rgisi kelmaydi. Shuning uchun qisqa qilib bo'lib har kuni video qo'yishga harakat qilaman. Monster Recap turibdi, qarab turishinglar mumkin. Akkauntga e'tibor bermaysizlar. Akkauntim bloklanib ketgandi. Ochishga zaявka berib qo'yganman. Mana yangi ochganman. Bakins'da kirib ko'rishinglar mumkin. Hali yangi akkaunt hali. 24 soat bo'ldi bunga. Hali yangi qo'ygan videolar turibdi. Xo'p, chalg'imaymiz. Instagramda soat nechida qo'ysak videolar rekka chiqadi. Xo'p. Keyin qanaqa kачествоda videolarni to'g'ri joylashtirish, hammasini bo'lib video kanalimga joylab boraveraman. Kirib ko'raverasizlar. Obuna bo'lib qo'ysalaring. E'tibor beramiz. Mana mart ketdi, mart. O'tamiz. Bizga aytyapti bu yerda, shu narsaga ham e'tibor berishimiz kerak mana. Har bitta Instagramga kirganlaringiz shu joyda mana keyingi oyni aktivni ushlab turishim uchun men bir haftada bitta reels, bitta post qo'yishim kerak, publikatsiya. Bir haftada bir marta. Bu nol akkaunt qo'ygan uchun shunaqa ko'rsatyapti. Sizlarning akkauntlaringiz boshqacha. Xo'p, o'tamiz. Best mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan, shu yerda e'tibor berishni unutmanglar mana. Ko'rsatib qo'ygan, nastroykalar tarjima qilib ko'rsalaring mana polni aytib qo'yibdi mana. Reels mana qo'yishlarni, hamma narsani, yozuvlar bo'lsa odam ko'proq ko'radi. Bo'lmasa boshida 3 sekund ko'rilsa, u yog'ini rekka chiqarib beraman deyapti Instagram. Keyin mana kачествоga e'tibor beringlar mana. 720p 30 fpsda qo'yish kerak. Shunda rekka chiqishi oson. Videoim tip-tiniq 8K, 100K bo'lishi kerak. Gap hammasi, unga e'tibor bermanglar. Keyin o'zlaring ko'rib turganda unga вообще e'tibor berish kerak emas. Keyin qani mana ne follower degan joyda menda 100 ta rangga ko'rinadi deyapti. Bu narsaga e'tibor bermaymiz. Xo'p. Instagramda shu joyga kirsalaring mana ne follower degan joyga kirib eng pastga tushganlaringda chiqadi. Soat nechida aktiv zo'r bo'ladi. U odamlar gapiga ishonmanglar. Shu soatda qo'ysalaring aktiv bo'ladi. Yo'q, hammani o'ziniki bo'ladi. Keyin bir narsaga e'tibor beringlar. Nastroykalar switch to account YouTube mana. Mana shu yerda kreator turishi kerak. Kreator bu Genius turibdi-yu, kreator turishi kerak shu yerda. Shu narsalar qanaqa yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, yo biron bir yordam kerak degan bo'lsa, yozishni unutmanglar. Kommentga yozib qo'yinglar. O'zim atvet qilaman. Instagram orqali xohlasang, Telegram orqali hech qanaqa pul emas, bepul Instagram akkauntlarini ko'tarishga yordam beraman. To'g'ri bo'lsa, o'zim narga aktivni akkauntimga video ulab bitta ikkita video ulab beraman tekinga. O'sha orqali ham ko'tarilsalaring bo'ladi. Video juda ko'p qo'yib tashlaganman, mana ko'rib turibsizlar. Video juda ham ko'p qo'yib tashlaganman. Hali akkaunt yangi bo'lishiga qaramay ko'p video qo'yib tashlaganman. Aktiv zo'r ko'rib turibsizlar. Yangi akkaunt aktiv zo'r. Nima qilganman? Bolalarga shunaqa yozgan aka, aktiv ko'tarib bering deganda video qo'yib, ulab ko'tarib berganman. Qanaqa videolar bular? Oddiy videolar, unaqa neto video qo'ymaganman. Oddiy video bilan ko'tarsa ham bo'ladi. Nastroykasi bolalar. Keyin shu yerga kirsalaring ko'rinib turadi. Aytdim, buni yaxshilab boshqatdan qarab chiqasizlar. Nastroyka shu yerda bo'ladi. Hamma narsa asosan ko'rsatib qo'ygan. Instagram qani qisqacha videolar qilib mana 3 minut deyapti. Rekomendatsiya 3 minut. Ko'rib turibsizlar, 3 minutdan keyin esa uncha chiqarmayman rekomendatsiyaga pashta deyapti. Rekomendatsiyaga chiqishi uchun 3 minutdan oshmasin deyapti.
Mana monetizatsiya. Bu boyagi unda o'tiradi ko'plar bilsalar akkaunt statusda 4ta turadi pitichka, o'shani 3tasi pitichka, bittasi unda bo'lib turibdi monetizatsiya ko'rsatib qo'ygan. Nima qilsam to'g'ri bo'ladi. Shu narsalar, hamma narsa Instagram o'zi yo'l ko'rsatadi, faqat biz bilmaymiz, e'tibor bermaymiz. Aytgisi ham kelmaydi biladiganlar. Men to'g'risi kanalim juda ko'p akkaunt yuritdim, kanallarim ko'pi to'g'risi blok bo'lib ketgan. Sababi hammayam nimaga blok bo'lganini o'z sababini biladi, lekin o'zini bilmaganlikka oladi. Shu yerga kirsalar, mana Instagram nima qilish kerak polni ko'rsatib qo'ygan. Unaqa odamlar gapiga ishonmanglar. Instagram o'zi sizga mana o'zi ko'rsatib qo'ygan nima qilish kerakligini. Mayli, bizni kuzatib boring, hali judayam ko'p Instagram nastroykalar bor, bular davomini qo'yib boraman. Qisqa video judayam cho'zilib ketadi. Uzun video hammayam oxirigacha ko'rmaydi. Shuning uchun qisqa video qo'yyapman.